Qatlama berayotgan narxlarda men sizga tayyor 3 xonali xonadonni Euro Remote ba'zi bir jihozlari bilan taklif qilaman. Videoni oxirigacha ko'rib turing va uy qidirib yurgan tanishingizga ham mana shu videoni jo'natib qo'ying. Ahamiyatli bo'lib turgan xonadonimizning umumiy maydoni naqd 75 kvadrat metr tashkil qiladi. Undan tashqari ushbu xonadonimizni ko'rib turgan bo'lsangiz, Euro Remote ba'zi bir jihozlari bilan ham qolmoqda. Ana endi uyni maqtashni ham boshlaymiz. Proyektiga keladigan bo'lsa, skvoznoy planirovka. Undan tashqari saunzellari ham razdelniy. Remontini o'ziga ham $15,000 sarflangan ekan. Qo'shimchasiga ushbu xonadonni yana qo'shimcha yerto'lasi ham mavjud. Ya'ni podval, uy ichidan o'sha podvalga tushib, o'sha yerdan ham sexmi yoki bir ishlab chiqarishmi yoki xona qilib olsangiz ham bo'ladi. Xonadonimizda manzilga keladigan bo'lsa, Sputnik 16A, ya'ni 5-bekat metrosidan 708 metr narida bo'lgan 7 qavatli g'ishli domni birinchi etajda joylashgan. Nima deb o'ylaysiz? Pulga arziydimi yoki arzimaydimi? Arziydigan bo'lsa, motivatsiya uchun kommentariyada bitta oluvchadan qoldirib, obuna bo'lmagan bo'lsangiz kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Sababi bizda eng zo'r narxlardagi 50 dan o'tgan variantlar bo'ladi. E'tibor uchun.